Assalomu alaykum hurmatli kursimiz kuzatuvchilari. Bizda navbatdagi video darslik, ya'ni mashinaga kurs kontrol o'rnatish haqida bo'ladi. Birinchi navbatda kurs kontrol nimaligiga keladigan bo'lsak, mashinalarning harakatlanish vaqtidagi ularni tezligini bir xil qilish, ya'ni kurs kontrol o'z hayotdagi mashinalarda ham ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun tezligi yozib belgilab qo'yiladi. 60 tezlikdan oshmasdan harakatlanadigan buyruq bilan uni tezligini maksimalni nechiga bosadigan bo'lsangiz ham, misol uchun gazni qo'ymasdan bosadigan bo'lsangiz ham, uni tezligi o'sha belgilangan me'yordan oshib ketmaydi. Mana shu narsa BMG Drive o'yini ichida ham mavjud. Bu narsa bizga qachon qo'l keladi? Ya'ni biz bir vaqtning o'zida bir nechta mashinalarni harakatlantiradigan bo'lsak yoki mashinani birinchi marradan ikkinchi marraga yetkazib olib boradigan bo'lsak, uni biz o'sha funksiya orqali, ya'ni o'sha tezligini kurs kontrol orqali amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir men birinchi mashinaga o'tib olaman. Har doim kurs kontrol ishlatishdan oldin birinchi mashinaga o'tib olinishi kerak. F11 dan chiqib turaman vaqtinchalik. Bu joyda hozir o'yin pauzada ketmoqda. Escape tugmasini bosaman. Приложение bo'limini ochaman. Shu joydan добавить tugmasini bosib, qidiruv oynasiga kurs kontroldagi, ya'ni kontrol so'zidagi kon so'zini yozsam, manda shu kurs kontrol ochiladi. Mana shu kurs kontrol ustiga bir marta bossangiz, sizda chap tomonda ochiladi. O'ziga kerakli bo'lgan joyga shunchaki olib kelasiz. Hozir menda bor, shunchaki ikkisi bosib tashladim. Shunchaki shu joydan back to menyuni bossangiz, ya'ni o'sha o'yin o'ziga qaytadi va kurs kontrol belgilab qo'ygan joyingizda amalga oshadi, ya'ni ishlaydi. Xo'p. Endi bu joyda kurs kontrolni aktiv holatga o'tkazish va aktiv holatdan passiv holatga o'tkazish knopkasi mana shu sekundomer belgisi. Yoki buni tezligini kamaytirib yoki ko'paytirsangiz, kurs kontrol mana shu uje ishga tushadi. Hozir men pauzadan chiqishim bilan mashina harakatlanib ketadi. Xo'p, yana o'yinni pauzaga qo'ydim, qaytardim. R tugmasini bosaman, joyiga qaytib olaman. Endi buni kurs kontrolni tez o'chirmoqchiman. Hozir men endi pauzadan chiqsam, mashina yurib ketib qolaveradi. Bu narsani men to'xtatishim uchun R tugmasini bossam, mashina joyiga keladi va sekundomer belgisini shunchaki o'chirib qo'yaman mana. J tugmasini bosib pauzadan chiqqanimda ham mashina harakatlanmasdan joyida turibdi. Yana pauzaga qo'yib olamiz. Har doim biz pauza bilan ishlasak, ishlarimiz sifatli va oson bo'ladi. Xo'p, endi qiladigan ishim F11 tugmasini bosib, Script A Manager orqali birinchi mashinada turibman va tezlikni boya belgilagandim. Hozir pauza turibdi. Buni yozadigan bo'lsam ham, yozishni boshlasam ham menda mashina harakatlanib ketmaydi. Va F11 dan chiqaman. Endi menda kurs kontrol bilan bemalol ishlasam bo'ladi. Endi kurs kontrolning tezligini nechigadir qo'yib qo'yaman. Misol uchun tezlik 25 dan oshmasin. Ya'ni qanaqadir to'siqlar bo'lishi mumkin. Shu to'siqlardan o'tish jarayonida tezlik 25 dan oshmasin degan funksiyani kiritib qo'yishim mumkin. Va men pauzadan shunchaki chiqishim bilan ham zaps boshlanadi, ham mashina yurishni boshlaydi. Misol uchun, lekin tezlikni bossangiz, bu joyda o'chib qoladi. Ya'ni kurs kontrol ishdan chiqadi. Siz kurs kontrolga qo'yganingizdan keyin faqat tezlikni kurs kontrol boshqarib boradi. Misol uchun men 24 tezlik qo'yib qo'yganman, o'ng tomonda speedometrga qarasangiz, tezlik bir xil me'yorda 24 tezlikda harakatlanyapti. Agar men to'xtashni bossam ham, speedometr uje tezlikka ta'sir qiladigan yurish yoki ortga tugmasini bosishim bilan speedometr bu yozib olishni aniqladi. Ya'ni tasdiqni bekor qiladi. Misol uchun yana tezlikni 25 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsam, bo'ldi. Mashina avtomatik 25 tezlikda harakatlanib boradi. Bu joyda ozgina farq bo'lishi mumkin. 24, 26 burishlarda qanaqadir manevrlarni amalga oshirganingizda tezlik 1-2 ga aldanishi mumkin, ya'ni adashishi mumkin. Lekin asosan tezlikni bir xil me'yorda ushlab beradi. Va biz ishni amalga oshirib bo'lganimizdan keyin F11 tugmasi bilan Script A Manager orqali bu yozib olishni to'xtatamiz va ikkinchi mashinaga o'tamiz. Hop, mana ikkinchi mashinaga o'tib oldik. Endi ikkinchi mashinada yozib olishni boshlaymiz. Shu joyda buni ham qaytarib olib kelib olsak bo'ladi. Qaytarib olib kelib olsak bo'ladi va bu mashinaga qarab endi tezlikni amalga oshirsak bo'ladi. Hop, bundan ham yozib olishni boshladik. Hop, F11 dan chiqib ketamiz. Endi bunga speedometrga necha qo'yishimiz mumkin? Misol uchun, speedometrga 20 tezligini belgilaylik.
Chunki agar biz buni tezligini bundan yuqori qiladigan bo'lsak, bu bundan o'zib ketadi. O'zib ketishini ortidan bir nechta muammolar chiqishi mumkin. Yoki tezligini bir xil tarzda 20 tezlikka qo'yishimiz mumkin. Lekin bu joyda biz orada to'xtaganidek shuni hisobiga bu urilib ketishi ham mumkin. Shunisiga ham e'tibor berasiz. Ya'ni orada hech qanaqa to'xtash yoki boshqa ishlarni amalga oshirgan bo'lishingiz kerak emas. Shuning uchun eng yaxshi yo'li buni o'chiramiz. Birinchi mashinani qaytadan yozamiz. Birinchi mashinaga o'tamiz. F11 tugmasini bosib, Script A Manager'dan buni yozib olingan zapsni o'chiramiz va qaytadan buni ham o'chirib qo'yamiz. Kerak emas. Xo'p, biz hozir ikkinchi mashinani qaytadan yozamiz. F11 dan chiqamiz. Speedometerga 25 qo'yilgan va biz 25 tezlikda harakatlanamiz. Hozir taxminan mana shu joylarga kelgandan keyin men speedometerni to'xtataman va ikkinchi mashinani o'sha tezlikda harakatlantiraman. Hozir men tezlikka tegmayapman, ya'ni oldinga yurish yoki tormoz tugmasini bosmayapman, shunchaki mashinani haydayapman. Shu joyda men tormoz tugmasini bosaman, to'xtaydi. J tugmasini bosib F11 ga kirib, buni ham yozib olinishni to'xtatishim mumkin va ikkinchi mashinaga o'taman. Hop, endi ikkinchi mashinani yozib olishni boshlayman. Hop, buning uchun birinchi mashinani ham qaytarib olib kelsak bo'ladi, zarar qilmaydi. F11 tugmasidan chiqaman va bunga ham speedometer tezligini ana shu me'yorda belgilab qo'yib, J tugmasini bossam, avtomashina o'zi harakatlanishni boshlaydi. Orasidagi masofa bir xil, interval bir xil, ya'ni siz mashinalar orasini qanchadir masofa qilib belgilab qo'yasiz, hammasiga bir xil tezlik qilib qo'yadigan bo'lsangiz, mashinalar bir-biridan urilib ketishini oldini oladi. Xo'p. Bunda ham F11 tugmasini bosib, pauzadan o'chiramiz. Xo'p, shunaqa qilib mashinalarni ketma-ketlikda harakatlantirsak bo'ladi. Bir xil tezlikda harakatlantirsak bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, Telegram gruppamizga yoki lichkaga yozishingiz mumkin. Bizning Telegram gruppamiz bor. Mana shu joyda hozirgi kunda 19-dars tayyorlanish jarayonida, hozirgi dars va qolgan darslar ham xudo xolisa tayyorlanib boriladi. Hozirda bizda 246 odam bor. Mana shu odamlar sonini ko'paytirib, tanishlaringiz bo'lsa qo'shishingizni tavsiya qilamiz, so'rab qolamiz. Hamma narsa imkon qadar bepul berib boriladi. Mana shu darsliklarda foydalanilgan 3D modellar, modlar, ya'ni boshqa joyda sotilgan modlarni ham shu joyda tekinga topishingiz mumkin.